Deganlar uchun mana kiyimlarimiz, kurtkachalarimiz bir donasini taroziga qo'yganimizda 160 ming qo'ysak, bor yo'g'i 60 ming chiqyapti bu kurtkachalarimiz. Mana biz qizlarning troykalarini taroziga qo'yib ko'rsatamiz mana. Bularni qo'yib ko'rsatganimizda 98 ming chiqyapti. 160 mingdan kilosi bularimiz. O'quvchilarga sviterlarimiz bor. Bularni bir donasi necha pul chiqadi deb turganlar uchun bir donasi bor yo'g'i 30 ming so'm tushyapti bularimiz mana. Dovoyka so'raganlar uchun mana ichlari qalin mehli dovoykalarimiz bor. Bularni ham narxini qo'yib ko'rsatamiz. Mana 160 mingdan qo'yganimizda 56.800 so'm chiqyapti. Bularni ham rasvetkasi, assortimenti juda ham ko'p. Mana o'g'il bolaga, qiz bolaga bor. Bu yerda har xil dovoykalarimiz bor. Mana qaranglar, mana dovoykalarimiz, kashmir dovoykalarimiz ham bor mana. Xohlaganlar, yangi biznes boshlamoqchi bo'lganlar